Vay açamak. Neyim sagolarıma bılık çıktı kan. Vensagorimiz yenilik Şinxan ayısda tak vensagon çıkarıp bakmagan. Yenilik özümüz venzinin göçlerini özümüz toğrap dukan özümüz bir koluk pişirip çıkardık. Ma venzay kıya venzemez. Vay özür kılamlar dememiz. Göçünü özümüz toğrap, özümüz kolda bir koluk pişirip yenilik. Asıl şey götatları varken. Ana şundan fayz okşap çıkma. Arlıkta azar takap koyuyor. Ha dukanni azraq yenilik güne ögünüş sebebidin örümçigi berip yenilikini baş güne'ni ögünüp maşu bilik sagolarımızın yenilik sagolarını baş şirketke berip dukanımızın bilik sago marka kanunluk marka hukukunu edip kiriş sebebidin 15 gün takap koyduk dukanni. Yenilik güne'ni ögünüp teximi dukanның ticaretini rivajlandırış üçün sagolunun hazır 18 xil çıktı yazdı 20 xilga yetkizip attık. Demek bunun için normal acıla normal boqumdan acımız. Ondan sonra acımızı Tunuyduğanlar İlkas Rayan altı rakım yollap koygan bolsаңlar, şu acımızga bir taş yürekni besip ötken bolsаңlar. Bu acımız başın xanayımızda ticaret bilen yemek ticaretlerini şug'ullanatqılı 10 yıl olgan ismlerini bir depesler. Mening ismim Sepiyem. Sepiyem acımız başın xanayımızda yemek kasb bilen şug'ullanatqılı hazır 10 yıldan eşip ketdi ya. Endi şu vılık savgoxonasini haqiqiy qo'lga o'tkazib, şu markalarni tatib elib, andikin yenilik savgolarni elib, başın xanayımızga vılık savgoxonasini to'liq quloq elib o'tkazib hazır içib atadi. Hem yenilik tamoqlarni chiqarib atibdi. Buni olib qolsa bugun Sepiyem acımız qanday yenilik tamoqlarni tayyorlab qo'ydi. Mushkulim yurakni besib bir tushunib baqsaq urtqanlar. Andikin burun ma o Vensagom chiqmaydi. Hozir Vensagoni yanına qaytibdi. Vensagoni mo Venzirni tatib yushini mishat qo'l yasaydi ekan. Andikin buning ostidan nurg'ulg'an sayko'ktatlar chiqib ketgan. Mushta Vensago esa bo'ldi degan do'stlarimizga bu Vensagoni e'tibor bag'da do'yintaga chiqarib qo'ydi. Aslida ularning chekiri do'yintaga sepib ketsanlar bo'ldi. Endi burun ma do'konda sagolam chiqdi. Hozir qaraydigan bo'lsak, ma oldimizdagisi Pintang. Bu Pintangsimi orallam 10 ko'yga urtqanlar. Qarasanglar bo'ldi go'shtinmi? Bir parcha, 2 parcha, 3 parcha bilan 4 parcha go'sht var degan gap. Mana 5-10 ko'yluk Pintangda 5 parcha go'sht chiqib ketgandan mana turib baqsanglar bo'ldi. Shunda o'xshagan Pintanga orallam 10 ko'y degan gap. Andikin manimi o? Bu özümüzün yerlik çöçürsi. Konak çöçürsi mi o? Konak çöçürü. Xemirini özümüz kolda. Birden juğurup tonatmayımız. Konak çöçürsi kırsak xemir udulluq. Xemir udulluq tügü qıpırmız. Mana konak çöçür İstanbul'da deganlar bu şəkəsanglar buludu. Mavo biz el qadat içidigan yerlik çöçür şu mana. Bunun güçünü mü kolda birden özem to'g'rayma. Güçünü qol to'g'raydi degan. Güçünü birden kolda to'g'rab işte tayyor. Ma qaçımı kichik emaskan, çöçürsüm jiqkan, ama yerlik çöçüre, ma konak çöçüre, mavo Pintang, mavo emsa qo'y benzab. Men chiqirgan sagoning turi 22 xildan ashul degan gap. Sago ayirgan do'stlarimiz kasanglar buldu. Pintang chiqgan do'stlarimiz kasanglar buldu. Andikin buna konak çöçürsi, odat çöçür issa bulti degan do'stlarimizmi kelib mashu achimizning o'z qo'ldan qilgan mushtamoqlarni tetik etishinglarni uchun umid qilaman. Mishaniki sagolarni e'tibor bilan do'yintaga esib qo'ydik. Asl ularni kirib qilib setib olsanglar bo'ladi. Jurak ve super ko'plab taqdirlar Şinxan do'stlarimiz. Ma Şinxanayimizga viliq sagoxonasinikiy normal tijorat başlaganligini, tamoqning turiniga ko'payib ketganligini, yana yangilik tamoqlarning chiqib ketganligini bir bilib qolsin. Nemacha? Sizning bir mashu ekran oldida kesilgan 10 yilni yaqinlab ketgan do'stimiz aytgan qachon jurak so'zlari bor. Men 10 necha yildan birisi hamda yemek tijarati bilan shug'ullanib 10 yil bo'ldi. Shu jarayonda mening tamog'imni yeb qo'llagan xaridorlarimniki yana mana shu viliq sagoxonamizga kelib, mana tamoqlarimni tetib qo'llab turishini umid qilaman. Ma'qulamsa, supermarketimizni qo'llaymiz. Yangilik tamoqlar boshlanib o'z qildiki, mushtaq o'xshagan tamoqlarni bir tetib baqsaq ularga suyuq salam tamoq yeb baqsaq ularga degan do'stimiz davomli Şinxanayimizdagi o'sha konferensiya joylashgan viliq sagoxonasiga kelishni qayta unutmanglar. Doim tanga o'g'ma o'sha e'tibor bilan sagoxona esib qo'ydik, setib kelishni unutmanglar. Ma'qulamsa, biz chiqimshan adresini istak tavsiyalar. Qo'shib qo'ying. Dukanimizning adresi qolsa, mana 90ayimizdagi konferensiya joylashgan viliq sagoxonasi shu. Ma tarafimiz qarsak Fudatning egiz binosini ko'rsizlar. Ma tarafimiz qarsak konferensiya kirdigan ikki tal buqvoyani ko'rsizlar. Mushu Fudatning bilan mush konferensiya kirdigan buqninki orliq joylashgan viliq sagoxonasi shu. Mana Fudatning tarafdan mana shu konferensiyaningki cho'ng darvoza taraf qarab mansanglar, sol qo'l tarafda buqva tarafdan Fudatning taraf qarab mansanglar, o'ng qo'l tarafda viliq sagoxonasi. Uni olib qolsa mishaninki qo'noq cho'chirisi, yerlik cho'chira, uni boshqa mana shu o'xshagan pintanglarni, andikin mana shu yangilik sagolarni yesak bo'ldi degan do'stlarimiz viliq sagoxonasiga kelishni unutmanglar. Maqlam seslarimizni saqlaymiz, jurak kesib qo'yishni qayta unutmanglar. Andikin orliqda bir 10 kun taqilib qoldi. Orliqda mana shu yangilik tamoqlarni o'rganib kelish munosabat bilan 10 kun taqilib qolgan bo'ldi. Şinxanki nurg'un do'stlarimiz balkim orliqda keldinglar. Shunga mana shu bilan ko'plab bir taqib qo'ysanglar, Şinxanki do'stlarimizmi viliq sagoxonasininki yana qaytadan normal tijorat boshlaganligini, yangilik tamoqlarni yana chiqarib atganligini bilib qolsin. Maqlamsa, tilaksan ko'rishaylik.